Beting qursin, basharang qurib ketsin seni. Sen kelding bizning xonadonimizda qutbaraka uchib ketdi. Sen kelishing bilan erim o'zgarib qolishini bilganimda hayotda seni yaqinlashtirmasdim. Basharangga qarab. Al to'xtab tur, erim ishga ketsin, men seni pachchag'ing chiqaraman men seni. Hey, kimga gapiryapsan? Mana o'ziga gapiryapman. Turishini qarang mana. Bir xonaga yarashmagan-a uyimizga, ha? Dadasi Sendan ham chiroyli. Ey, takana, yuruding ishga qaravdi. Xotinjon, quling bo'lay deb. O'zi onam aytdi. Eringga mashina berma, o'zingga kundosh olasan dedi. Mana onam gapiga quloq solmabman. Dadasi, ukam to'y qilyotdi. Shunga bitta ko'ylak olib bering. Mashinaga chiqa olishim kerak. Tort qo'lingni. Menga ham chiqa olib bering. 10 yildan beri enamni chiqolani kiyib yuribman bunday bo'ldi. Sendan piyoz hidi keladi. Tort qo'lingni, mashinaga ham o'tirib qolar hozirda. Ana ko'rding, hammasi kim tufayli bo'ldi. Kechki osh damlab qo'y. Bestoningiz damlab bersin oshingizni. Ko'p gapirma, javobingni ber mana. Nima dedingiz? Menga qarang dadasi. Bu oddiy temir xotin bo'lanmaydi, tushundingizmi? Kasal bo'lsangiz, ovqatingiz kim ovqat qilib beradi, a? Sen nimani ham tushunarding? Beston kuch beradi, dug' beradi erkakka. Tushundingmi? Bor yo'qol, bu beston axir. Tushundingmi? Hech narsani tushunmaysan. Dug' beradimi? Hali qarab turing, shunday dug' bilan ko'zingizni yumib olaman sizni. Alo, avtosentr salonimi bu? Qizil beston bormi? Erim mashinasiga bitta xotin olib bering. Shalpak, ersiz qolib ketaman bo'lmasa.